Ruslan, bitta suv olib kelsang-chi uka magazindan. Xolaninida bor aka. Bormi? Ha, bor. Ya? Endi Volna kompaniyasidan muzlatgich xarid qilib, avtomobil yutib olish imkoniyatini ham qo'lga kiritsanglar bo'ladi. Har oyning 15-sanasida kirmoshinalar va muzlatgichlar Valna O'zbekiston sahifasida o'ynaladi. Sizlar Valna emas, Volna. Nima farq bor aka? Motor bor nachalik. Baho. Ha, voy. Konkursda ishtirok etish sharti qanaqa? Istalgan Volna brendidan muzlatgich xarid qilasiz va uni ichidan mana shunaqa promokod chiqadi. Bu promokodni juda ham ehtiyotkorlik bilan o'chirasiz, Telegram botga yuborasiz. O'yinchi o'tdi. 29-o'yinchi o'tdi. Volna aksiya bot orqali ro'yxatdan ham o'tasiz. Instagram sahifaga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Konkurs sentyabr oyigacha davom etadi. G'oliblar esa har oyning 30-sanasida aniqlanadi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Ehtimol siz yangi avtomobil g'olibiga aylanishingiz mumkin. Yutganingni qara. To'chini yutadi dudimi? Hay dadasi, Ha? xo'roz olib chiqaymi? Xo'rozing nimasi? Kallang ishtaydimi seni? Qora qo'chqorni olib chiq. Volna muzlatgichlarini shahardagi barcha yirik do'konlardan topsanglar bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bu aksiya faqatgina mijozlarga amal qiladi. Do'kon egalari yoki dilerlarga umuman amal qilmaydi. O'rtoqlar, har bir yilda avtomobil yutish imkoniyati bor. Imkoniyatni qo'ldan boy bermaydi. Aka, men bu gapni aytdim. Men nima aytdim unda? Bilmasam unda tugabdi. Baho?